Xo'p, keyingisi 12-masala. Tomonlari 10 santimetr va 60 santimetr bo'lgan bir jinsli to'rtburchak plastinadan rasmda ko'rsatilgan doirasimon bir qism kesib olib tashlanadi. Shunga ko'ra, plastinaning massa markazi necha santimetrga siljiydi? Peni usti bong debdi. Xo'p. To'rtburchakdan doirasimon plastina qirqib olingan. Dastlabki massa markazi diagonallar kesishgan nuqtada bo'ladi. To'rtburchak uchun. Xo'p. Endi shu yergacha masofa, bu A tomon bo'lsa, bunisi B tomon 30 santimetr bo'ladi. B tomondan boshlab hisoblasak. Doira massa markazi. Xo'p. Bu radiusi. Tomoni 10 bo'lsa, 5 bo'ladi. Radiusi. Pastga qarab doirani massa markazi M1J bilan pastga o'sadi. Qirqib olingandan keyin qolgan shakl massa markazi shu yerga to'g'ri keladida. M2 bilan bosadi pastga. M2J bilan. Xo'p. Endi kuch yelkalari mana bu yergacha 5, bu yergacha. Xo'p, общий 30 dan ayirtirsak, mana bu yeri ham 5 da. Mana bu yergacha 30, 5 dan ayirtirsam L1 25 bo'ladi. L2 bu tomoni L2 qanadir X bo'lsin. Shu X masofani so'rayapti bizdan. Hop, umumiy massasi dastlabki massasi o'zi ko'paytirilgan V. Shuni maydalab olsam, umumiy teng A ko'paytirilgan B 600 ko'paytirilgan D qalinligi. Hop. M1 doira uchun PR kvadrat ko'paytirilgan D ko'paytirilgan P3 R kvadrat 25 D. Hop, 75 ta bo'lar ekan-da. M2 ni qolgan shaklli massasi umumiyda ayiraman M1 da. 600 dan 75 ta ayirsak 525. Bo'ldi. Mana. Endi momentlab olsak. M1 ko'paytirilgan 25 M2 ko'paytirilgan X bo'ladi-da. M1 75 ta rodi. Ko'paygan 25 M2 525 ta rodi. 25 ta rodi. Ko'paygan X bo'lsa 25 ga qisqartirib yuboraman. Tak. 21 ta bo'ladi. Rodilar ketadi. X topsam shu yerdan 75 taqsim 25. Tak, bu endi taqsim 21. 21 qoldi.
Endi 3 ga qisqartirsam 25 taqsim 7 santimetr. Javob.